Jomboy tumanida yana bitta ishimizni tugatdik. Hovli tomonga 3 ta bo'ldi. Shu hovli ochiq besetka bo'ladi. Uy bilan qo'shib yopiladi. Ustunlarida umumiy balandligi 3.90 dan bo'ldi. Mana bu oldi tomoni sal past bo'lgani uchun yoniga blok qo'yib, blok bilan ko'tarib 18 sm ko'tarildi shu. Shunday qilib qo'ydik. Har bitta oraliq bitta, ikkita, uchta. Har bitta oraliq 2.76 sm dan bo'ldi. Hammasi chiroyli chiqdi nasib qilsa. Mana bu tomondan ko'rinishi. Hamma tomondan. Shunday qo'y, unday qilmanglar. Bo'ldi. Ana shogirdlar bir-birini go'shini yeyapti. Agar ata kissaga o'tyapti. Hovli tomondagi bu uyda orqasidagi qoplar hammasini yuklayapmiz. Keyingi ishga nasib qilsa. Bu yerda ikkita bor. Darvozaxona. Bu masofasi 2.40 sm ekan. Uydan mana shu chegaragacha bo'lgan masofa. Bu ham chiroyli chiqdi. Bu oppoq bo'lib oqarib qoldi, chunki o'tgan kuni yechuvdik-da. Bu tomondagilar hali oqarmadi, endi bir kun, 2 kun tursa oppoq bo'lib chiroyli bo'ladi bular ham. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, ekrandan nomerga telefon qilsalaringiz qilib beraveramiz. Sifatli qolib Xitoy davlatidan olib kelib beraveramiz. Qolib olsalaringiz ishlarimiz ham bor. O'zbekistonda istalgan burchagida telefon bo'lib yotadi, ish ola olmaymiz. O'sha ishlar sizlarga beramiz. Kamida 4 milliondan 10 milliongacha ish ham qilib beramiz. O'sha bitta qolib olib ketishingiz davomida. Mana telefon qilsalaringiz qilib beraveramiz. Hamma narsani ortdik toychoqqa. Nasib qilsa keyingi ishga go.